Gentra mashinasiga ikkitali programma yozib berganmiz. Ikkitali qanaqa programma bo'ladi deyishingiz mumkin. Qarang, o'zingizni Gentrangiz bilan solishtirib ko'ring. Shuni D ga uramiz, ketdi. Spokойно yuribsiz shahar ichida. Rasxodni maksimal tushirish uchun ko'ryapsizmi? 2,5 mingdan keyingi skorga olib beryapti. Bundan tashqari mashina plavniy ketyapti. Skor alishtirgani sizga bilinmaydi. Umuman вообще komfortda korobkasiga maza qilib yuradigan programma qilib berganmiz. Endi svetoforlarda aniq bilaman, Gentrachilar sizlarga kobaltchilar tashab qoladi-yu, bosishiga ham bitta ahamiyat berasiz. Bitta bosamiz, оборотda nechigacha olib chiqadi, ko'rishingiz mumkin. 6 mingdan keyingi skorga olishtiryapti. Dashin 10x larga ham tashlab qo'yishingiz mumkin. Qolib ketadi baba. 6,5 mingda alishtiryapti. Xullas akalar, rasxodni maksimal darajada tushirib beradi. Bosganingizda bo'lsa zo'r olib chiqib beradi. Aytganingizga kiradi. Mashina xullas qarang, 110 ming yurgan, hozir propanda bosdik. Ya'ni ham benzin datchilari ham yonib qolibdi, benzini yo'q. Xullas akalar, Gentrachilarga bu videoni tashab qo'yinglar. Faqat Gentraga emas, Cobalt bo'ladimi, boshqami, xullas o'zimizni GM mashinalaridan tashqari inomarkalarga ham xullas diagnostika programma bo'yicha bemalol Farg'onadagi Zero Tuningga murojaat qilaverasizlar. Korobkasiga ham, motoriga ham programmani yozib beramiz. Yana bitta qo'shishiga ahamiyat bering. Bitta bosganingizda, oppa, mashinaning ketishini qarang aka. Propani ham tugadi. Propani ham yo'q, benzini ham yo'q. Shunaqa programma ham yozib beraveramiz. Havoda ham ketaveradi. Xullas, Zero Tuningga kelaverasizlar.